来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Askan。今天我们要学习的是第2课的这个目标大本营的第2部分，是吧？第2个目标大本营。那我们一起来看一下今天要学习的这个一词多义是什么呢？中的言汉，中国的一个中的言汉。那我们从这个地方可以看到，这个中字有几个读音啊？2个，一个是中，一个是重。那中的不能2xil ma'nisi bor ekan,重的2xil。aldidagi中的bir ko'rib boqaylik。第一个方位词，ya'ni o'rinni so'zlab berilgan so'z，跟四周的距离相等，中心，那就是说o'ttiri deb qo'yamiz-ku, o'ttiri degan ma'nini bildirish deganda shu 中 desak bo'ladi ekan, ya'ni masalan markaziy deganni bildirdi。比如说中央markaz， 中间 o'ttiri， 中间，居中也是这个 o'ttirida turibdi, o'ttirida degan gap。ikkinchisi中国ni ko'rsatib beradi. Masalan, 中文古今中外。古deganimiz qadimgi, 今 degan hozirgi, 中 deganimiz 中国，那外是外国啊，古今中外。第3个呢，范围内，就是doirasining ichida yoki bo'lmasa shu ichki tarafda ichki qismi degandek. 家中 uyda, 家中水中 suvda, hisobda doda toda deganga o'xshash, shuni ichida degandekini bildirdi. 山中 tog'da, 心中 qalbida, 队伍中 qismda。好。4-cü ma'nisi 在两端之间啊，ikki chatninki o'ttiridagi mushaning hammasini 中 deymiz。那比如说ikki chatning o'ttiridagisi 就是 naq o'ttiri bo'lishi notayin, 但是 ishqilib me bir fuchi desak, ma bir fuchi bo'lsa, shu o'ttiridagisini 中 deymiz。比如说中指就是o'ttir barmoq demdik, 中指。中年 o'ttir yosh。那o'ttir yosh deganimiz cho'qim 35 yoshmi yo cho'qim 40 yoshmi? Shu a beshi bilan ma beshini chiqarib shu o'ttirdagi shu bir mezgilni 中年 deymiz。一般情况下，我们脑子里面想的40多岁、50来岁就是中年的qo'yamiz。中秋buni bilamiz。中途 shu safarning o'ttirida。中学 o'ttir maktab。中型 o'ttir tipdagi。中等 o'ttir darajasida, o'ttir daraja。好，这是ikki shu chatning o'ttiridagisi bo'lsa 中什么啊？buningda bakcha qilamkan go. Nimaga ekansa ishqilib shuning o'ttirisida bo'lsa 中等demdik, 中型demdik, 中学demdik, 都是。第5个意思呢，适于合适，ya'ni shu mos keladi, muvofiq deganlar. Masalan, 中用，那qo'llanishchan demdik, 中用。中看，那就是odamni ko'z ko'rgisi keladi, 中看。中听，那quloqqa yoqadi degandek ma'noda。那意思其实这个中看、中听、中用deganni我们见的呢也挺多的。Masalan, doim biz bundaq deymiz, 有一些东西ba'zan bir narsalarni shu faqat ko'rgili bo'ladi, ishlatgili bo'lmaydi desak, 那我们就是说中看不中用，中看不中用。那就这个东西一般会用到哪个地方说的比较多啊？ qaysi vaqtida jiqdaymiz desak, 就是说 tishidan qarasa nihoyatda chiroyli, lekin sufati toza yaxshi emas, 或者说是 oson buzilib ketadigan narsalarni 我们说中看不中用desak bo'ladi。好，
종ның qancha xil ma'nosini o'rgandik. Hozir 5 xil. 首先是 o'rin, o'rin. Andan keyin o'sha 中国 andan keyin 范围内 o'sha doirasining ichida 家中、学校中、社会中那个中这个中 degandagi jamiyatda deganda odatda tavlab chiqadi. 那这个在两端之间 ikki qismniki o'rtadagi qismi bo'lgan chaqda 中学、中年、中秋都可以。andan keyin eng oxirgisi 就是 mos keladi deb degan ma'noda. 比如说中看 那 odamning ko'rgisi keladi, anglig'isi keladi, andan keyin 中用 这些都是都是。好，这是中的5个意思。然后呢，中的qo'lga vaqtida qanchisini beribdi? ikki ma'nosini beribdi. 第一个呢是正对上，恰好合上，就是naq udul kelib qolganni naq shuning o'zini topganni udul kelsa中 desak bo'ldi. Masalan, 选中 那 tanlaganimizda tanlab shuningga naq udul kelgan bo'lsa 选中。那猜中了，那 tepishmoq tepib, 那就是 topgan bo'lsangiz naq shu javobiga tushgan bo'lsangiz 猜中了。中奖 中奖deganimiz mukofot chiqish demdik. Mukofot sizga kelib qolgan bo'lsa, chiqqan bo'lsa, naq shu mukofot borni tutgan bo'lsangiz, udul kelgan bo'lsa, 那就是中奖。那打中了目标 nishonga tegdi. Nishonga tegizaldik. 那就是 nishonga udul tushdi, 打中了目标 degan chaqda 中 deb ishlatamiz. 然后第二个意思呢，遭受就是 uchurmoq. biror ishga yo'l qilsangiz, uchursangiz uni 中 deydigamiz. Masalan, zaharlanish, 中毒. 那 issiq o'tab qilish, 中暑 degandek. 好，那咱们这个跟老师一起来读一下啊。中央、中间、居中、中文、古今中外、家中、水中、山中、心中、队伍中、中指、中年、中秋、中途、中学、中型、中等、中用、中看、中听、中，选中，猜中了，中奖，打中了目标，中毒，中暑。好，下面呢，词句例示。第一个，我们来看一下形容词或者是动词，一般情况下是心理动词啊，加死了，那就是 sifat yoki bo'lmasa mushu心理动词deganimiz odamniki psixik mushu harakatlarini bildiradigan fe'lninki kayniga 死了 degan bu xatni qolsak, buningki ma'nosi shu narsa ulab qoldimi? Yo'q. 表示太什么什么了 bek mundaq bo'lib ketganligini ko'rsatib beradi. 带有夸张的语气，就是sal mubalag'an mundaq 那个 intonatsiya bor. 那比如说bu nima demakchi desakchi, biznima 死了 degan bo'lsa, ulab qoldi emas, 是
beh degeni bildirdi.其实bunu men şu sı degan xatni o'tgan vaqtimda yana bir o'tganda buyruq shu. Qo'sqam itib o'lay dedim bo'lsa, 我肚子快饿死了。我肚子快饿死了 deymiz. Anandan keyin yana maslanga yerib o'lay dedim desam, 我快累死了。我快累死了。Bishim ağrıp öley dedim desek, 我头快疼死了。yoki bo'lmasa 我头疼死了。我头疼死了 desekmi bo'ladi. Chiqilib bijimi sila. Nama men sizni seg'inib o'lay dedim desek, 我想死你了。我想死你了。miyadagi man ni degan xatni unutib qolmanglar. 我想死你了 bo'lsa sizni seg'inib o'lay dedim. Nini ilib etib qolsak, 我想死了 desangiz, uning ma'nosi mening o'lgim kelyotidi bo'ladi. Shuningga gapni to'g'ri deymiz ha. Ma bu ikki gapchimi? Agar birsiga masalan birasi menga 我想死了 deb avatib qo'ysam, yerga men ni deganni unutib qolgan bo'lsa, 我会想什么呀？天哪，这个人疯了吧？我问adam sarang bo'ldimi, ni怎么了 deb so'rayman. Agarda 我想死你了 deb avatgan bo'lsa, sizni seg'inib o'lay dedim deb avatgan bo'lsa, 哎呀，我也是 deyman. 就是说这两个意思完全不一样，你degan xatni unutib qolmang. 好，那这个地方呢，我们来看一下它的例子。任务太多，我们都快忙死了。vazifa bek ig'ir, biz aldirashchilikda o'layli dedik. 我们都快忙死了。Ikkinchisi, 这蛋糕甜死了。Bu to'rt tatliqda o'lay dedikmi? Yo'q. Demek bu to'rt behlam tatliqga demakchi. 这蛋糕甜死了，beh tatliqga demakchi. 我都快累死了， men yerib o'lay dedim. 我都快累死了， yerib o'lay dedim. 好，下面一个呢，都什么什么了，都什么什么了，都什么什么了 degan vaqtimizda ko'pincha nimani bildirdi desakchi, 已经 degan ma'noni bildiradi. 在这里都 miyada 是什么呀? Burun biz hammasi, hamisha degandek mundaq bir ma'nosi bor, ma'lum buningki deymiz-ku. 但是在这个 keyingi li qitilgan vaqtida 表示的是已经 allaqachon, allaburun degandek. 那就是 ma'lum bir darajaga ya bo'lmasa ma'lum bir songa kelib bo'lganligini bildirdi. Keyingi man li'ni qitishni unutib qolmang. Soat 13 ga kutibdi desak, shar deyalla deymiz. Qo'xtatdim bu deyman bolalar. Shar deyalla desak bo'ladi. Andan keyin masalan, demak bu yerdagi bu shar deyalla shu vaysi vaqtchi bo'lib ketibdi deganligini ko'rsatib berdi. Chunki andan bu kun degan qorong'i bo'lib ketibdi-ku. Ya'ni bu yerda 这个天都黑了 天都黑了 ne diyorsa kun allaqachon qorong'i bo'lib ketibdi deganni bildirdi. Allaqachon ekanligini bildirdi. Chunki men qirib bo'ptimi degan bo'lsam, 我都40岁了。我都40岁了 desak bo'ladi. 就是说 allaqachon mushundaq bo'lganligini ko'rsatib berdi. 那老师，我作业都写完了 deganim, ma'lum topshiriqimni allaqachon ishlab bo'ldim deganimmi desak bu emas. 老师，我作业都写完了 deganimiz, muallim, men topshiriqimning hammani ishlab bo'ldim degan ma'noda chiqadi. 好，那在这个地方是 ma'lum bir daraja yoki ma'lum bir songa qarata davlat chiqqan chaqda anandan keyin bu allaqachon degan ma'nosi chiqadi. Ha, masalan birinchi miyadagi misol qilsak, 天都黑了， kun qorong'i bo'lib qopti, 孩子怎么还不回来?
kun qarang'i bo'lib bo'pti, bola texichi qaytib kelmayotdi-ku. Just allaqachon demakchi. Bu pek vaqt ketdi demakchi, ya. 他都50岁了，看着还那么年轻。u 50 yoshga kirdi, qarmoqqa yana shundoq yosh turibdi. Bu yerdagi bu 50 ga kirgandan keyin 50 kirgidek qo'riq-qo'riqlar bor bo'lish kerak deb unda yo'q-ku. 就是说他都50岁了. U allaqachon 50 ga kirib bo'ldi, lekin qarmoqqa noiti yoshda. Üçüncüsü, 什么 bizim什么的，那这个地方的什么的 deganimiz qatorliq deganni bildirdi. Qatorliqlar odatda ma'lum bir gaplarni qilib ABCD qatorliq deb so'zlagan vaqtimizda 1 2 3 4 qatorliq deb turuvchi bir necha narsani misolga ilib, anandagi uning keyingisini demasak, shu qatorliq desak bo'ladi. 比如说 Mesela ben bagazınğı berip bir nəslərini setib aldım. Bu yerdə mana nəsə qatarlıq nəslərini setib aldım. Bu şu sopu, lüngə, yaşa, yağal deyəndə bizimlərini qatarlıq nəslərini setib aldım deyən bolsa, 今天我去超市买了一些牙膏、牙刷、毛巾什么的。 牙膏, 牙刷, 毛巾什么的. Bu yerda demek yana jiq narsalarni oldim deyki, ularni men bir-birlab bu yerda tepşirmedim. Qatorliq bilan lam bir taraf qilsak bo'ladi degan gap. 什么的. 好，那其实bunun ma'nosi 就是等等. Qatorliq deb yana 等等 deb o'rgandik. Bu ashdan bilan o'xshash desakmi bo'ladi. Bu yerdagi misolga qarab baqsak, 他的包里装满了，onun so'ngkisiga to'lib ketibdi. Nima装满了口红、眉笔、眼影、口红、lavsuruq, 眉笔、qashliq, 眼影就是miyaga suyadigan narsa. Qatorliqlar degan bo'lsak, 他的包里装满了口红、眉笔、眼影什么的. Cho'qim bundan boshqa narsalarmi bor, ularni demadi. Lekin o'xshash bir turdagi narsalar. Juma, hamsi girim bunlar. 那ikincisi, Alimu 不喜欢唱歌什么的. Olimni naqsh etish qatorliqlar bilan xush yo'q. 就是说 naqsh etish, usul o'ynash, uchi-buchi degandek hay xil bir narsa. 就爱打篮球, faqatla basketbol o'ynashga amroq. 好，这是这个。那我们在这个地方要注意什么的 deganda ju odatda nima deymiz? Ingliz tilida ishlatamiz, lekin buniki talaffuz odatda bunda yenigirak chiqadi. Mushu nimaga ishlatmaymiz? Odam bilan joyiningki, mushu joyining ismiga ishlatmaymiz. Odam bilan joyining ismiga ishlatmaymiz. Odatda narsa keraklarga ishlatamiz. Ha, buning biz bu shu Alimu, 小王、小白什么的 desak bo'lmaydi. Ular narsa emas, chunki 什么 odam degan shay bo'ladi. Mana joy deganimiz nar bo'ladi. Uning biz 什么 desak bo'lmaydi. 什么 odatda narsaga ishlatamiz. Chunki 好，那跟老师呢一起来读一下。任务太多，我们都快忙死了。任务太多，我们都快忙死了。这蛋糕甜死了，这蛋糕甜死了，我都快累死了，我都快累死了。天都黑了，孩子怎么还不回来？天都黑了，孩子怎么还不回来？他都50岁了，看着还那么年轻。他都50岁了，看着还那么年轻。他的包里装满了口红、眉笔、眼影什么的。他的包里装满了口红、眉笔、眼影什么的。阿里木不喜欢唱歌什么的，就爱打篮球。阿里木不喜欢唱歌什么的，就爱打篮球。下面呢，我们来看一下表达方式。表达方式。招待客人, mehmon kutish debdi g'o. Mehmon kutishni o'zingizning mushu ahvolingizni o'ylang. Voy keling, o'tiring, nima ichsiz, voy choy ichsin, tomoq yeng, voy nima yeysizlar deb kutimizmi? Bu gaplarni qanday deymiz? 欢迎, 快请进. Qarshi olman, voy kiringlar. Mehmon kelgan vaqtimizda deydigan gaplar g'o bu.
来，坐。哎，你们是个来坐，对没？来，坐。那其实我有个知道吗？是的，是我killing，我oturun的。那一样的啊，bu kızgınlığımızı gösteriyordu ha。来，坐。下面呢，这是谁来了呀？快进来。我bu kim bu kelgen？意思是bu kelgen kim ekanligini bilmadim emas, hayron qoldim, hoşup ketdim demekçi. Voy kimdi bu? Voy killing degandek那种感觉，是吗？什么风把你吹来了？稀客呀！我qaysi shamol uchirib keldi? Voy bu iziz mehmon bu. Qanday deymiz? 什么风把你吹来了？稀客呀！desek bo'ladi. Anda bu keladiganima kelgandiki keling o'tiring degan so'zlarimiz. Endi nima ishchisiz, nima yeysiz deganlarni nima deb so'raymiz. 想喝点什么？nima ishchisizlar？想喝点什么？那然后呢？想吃点什么？你们也意思嘞？想吃点什么？你们也意思嘞？今天我给你们露两手。哎，bugun men sizlarga mahoratimni ko'rsatib qo'yaman. Ikki qo'limni ko'rsatib qo'yay emas-a. Bugun mahoratimni ko'rsatib qo'yay, ya'ni men 就是vahshiy tamoqlarni etib beray demoqchi. 下面一个呢，大家请随意，别见外。哎，tatınmanglar degan gap shu. Shu ixtiyoriy o'tiringlar, tatınmanglar degan nima deymiz?别见外. Bu odatda shu mehmon kelib o'tirsidaroq deydigan gap. Tomoqlarni yeyotgancha tatinib qolgan bo'lsa,大家请随意，别见外啊，别见外deb bunda desangiz bo'ladi. Andan keyin oxirisi nima ekan?来，多吃点，别客气. Keling, jiqraq yang, hargiz tatinmang. 别客气, tatinmang. 那别见外deganimiz yot ko'rmang, tatinmang demakchi. 好，今天的内容跟我们的生活很近啊，turmushimizga nihoyatda yaqin，会了吗？一起来读一下，欢迎，快请进！欢迎，快请进！来，坐！来，坐！这是谁来了呀？快进来！这是谁来了呀？快进来！什么风把你吹来了？稀客呀！什么风把你吹来了？稀客呀！想喝点什么？想吃点什么？今天我给你们露两手。大家请随意，别见外。来，多吃点，别客气。来，多吃点，别客气。好，这个呢是我们的表达方式。M 的最后一个，我们来看一下这个看一看，学一学。这一课的这个谓语意思我就不说了啊。Rasmga qarab nima ekanligini bilalaysiz, shuninga我就不多说了。Endi men bilan birga o'qib o'taylik. Go 驴，马，猫，山羊，鸡，蛇，狮子，狼，鹿，鹰，鱼，骆驼，孔雀，兔子，鸭子。好，那这些都有图是吧？都有图，那应该没有太大的问题吧？那这些呢都是有图的 ，Ms'ning kelasimi bor，应该呢没有太大的问题。o'tirliqda cho'ng masala yo'q deyman。这个狗嗷，我们再过一下。驴，马，这个我不会啊，不能多两位的姐妹。马，对，它跑得很快，我们会骑马。猫，
山羊咩，山羊。鸡咕咕咕，鸡。记住啊，我们多了别的一声了的告诉你。蛇，不能写的不这样子，八个多。蛇这样子，蛇。狮子嗷，狮子。狼嗷，狼。鹿，就是这个鹿啊，明不住啊？鹰，会飞的那个，飞得很高的老鹰。鱼，比了，鱼。骆驼，骆驼，骆驼的这个背上有两个驼峰啊，有个驼峰。孔雀，孔雀有很漂亮的这个尾巴羽毛啊。兔子，兔子。鸭子，这样子走路是吧？那忙多过鸭子。好，那这个应该没问题了吧？记住它们啊，一生拉的考索。那今天我们学的内容就差不多了，回去呢，把今天学过的东西都好好的再过一下。我们下一期再见。